mazza qilib uxlayman. Uxlayapsanmi? Uxlamoqchiman. Iltimos, hech bo'lmasa bugun meni tinch qo'ygin. Xuddi kuni bo'yi bir ish qilib holatib qo'ygandek yotishingni qara. Nima qilding? Ko'chaga ham chiqa olmading-ku. Yana boshlandi. Tinchlik yo'q seni dastingdan. Ishingga ham bora olganing yo'q. Uyda yotibsan, lallayib, o'rtoqlaring bilan qo'shilmasdan. Qara, hammasi tog'liga borib dam olib kelyapti. Sen nima qilyapsan? Bir omad yurishmagan odam ekansan lekin. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Bir fikringni jamlab, chiroyli qilib yetkiza olmaysan odamlarga. Hamma gapingni ichingda saqlab o'tiraver. Yetmabman, qilmabman deb. O'tiribsanmi endi o'zingiz bilan o'zing gaplashib? Iltimos, bo'ldi qil, iltimos sendan. Yiqilib sharmanda bo'laman deb o'yladingmi? Yo hech kim yordam bera olmaydi deb o'yladingmi? O'tiraver panikang bilan uyda. Chiqmaganingdan ham yaxshi o'zi. Chiqqaningda to'chin tamom bo'larding, o'lib ketarding. Menga qara. Ana Sevarani ko'rdingmi? Ha, o'rtog'immi? Bitta terapiya olib zo'r bo'lib ketibdi. Yotaversan mana shunaqa qilib. Bir tiyin foydasi yo'q shuni aslida, bilasanmi? Sevara ham xudo biladi nimadan yaxshi bo'lgan o'zi aslida. Reklama qilyaptimi yo'qmi? Ishonma. Pul ular maqsadi. Hamma seni davolaydigan hamma doktorlarni maqsadi pul. Sasib yotaveringdan ko'ra. Senga shunisi tinch. Men uxlagani ketdim. Endi sen o'zing bilasan nima qilasan shuncha gap bilan. Yaxshi qol. To'nka.